Farg'onada kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Farg'onada bir kunda ikkita yong'in yuz berdi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan do'konlardan birida yong'in yuz berdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hodisa yuzasidan ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, kecha 23-mart kuni soat 19:42 da Uchko'prik tumani Navro'zshoh ko'chasida joylashgan kiyim-kechak do'konida yong'in sodir bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari voqea joyiga soat 19:44 da yetib borib, 19:47 da o'rab olingan. 19:55 da batamom o'chirilgan. Ta'kidlanishicha, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q. Shuningdek, 23-mart kuni soat 22:09 da O'zbekiston tumani Oqtepa mahallasi hududida joylashgan transformatorning moyida yong'in kelib chiqqan. Yong'in qutqaruvchilari hodisa yuz bergan hududga soat 22:14 da yetib borib, 22:21 da yong'in bartaraf etilgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabariga ko'ra, ushbu voqealar sababli hech kim jabrlanmagan. Hozirda ikki holatda ham yong'inning kelib chiqish sabablari, yetkazilgan zarar miqdori aniqlanayotgani ma'lum qilindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.